Assalomu Hurmatli uchrashuv qatnashchilari, Navbatdagi uchrashuv bugun 7 aprelga qo'yilgani ma'lum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017 yil chiqargan 11 sentyabrda ko'rsatilgan soliq qarori bor. Qarordan so'rabdi 3 marta sizlar bilan uchrashuv o'tkazib, xalqimizga ta'zim narsalar binolarni, kredit binolar tasdiq etamiz. Ta'zim O'zbekiston bizda ta'zim tarifimiz bor. Moliyaviy ko'mak degan islohotlarga ajratamiz deymiz. Yastıklarla mutluluk payından 3 yıla 6 yıl belirlenildi. Aldılar. Taksoy kredimize azmaz özgürlüğü kırıldı. Hazır müddeti 5 yıla sozuldu. 5 yılda 500 milyon kadar çıkarttık alamız. Aldım 300 milyon kadar çıkarttık oturdu 3 yıla. Hazır 500 milyon koyduğunda. Oradaki kredi kurmanın 312 sağlık kredimiz var. O imzalı. Burada bir cimri payından solda satılan destek noktalarında 6 yıl o'tmish chiqarib bera olamiz. Agar xizmat ko'rsatuvga asos tushganda yastonib olaman desangiz 6 yilga bo'ladi. 3 yil bo'ladi. Qolgan 3 yilni aslan chiqib boshlaydi.